Germaniyaning Bavariyada o'tkazilgan 7 davlat rahbarlari boshliqlar yig'inining oxirlashiga ergashib, 28-iyun yig'in xitobnomasi e'lon qilindi. Energiya, yemeklik bexatarligi, klimat, COVID-19 va Rossiya neft qatorliq masalalar yer olgan xitobnomada Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligi mutlaqo e'lingan. Rahbarlarning Xitoydagi kishilik huquq vaziyatiga astoydil qaraydiganligi ta'kidlangan xitobnomada Beijing hukumati majburiy emgak masalasi bilan o'tirg'i chiqqan Sharq Turkiston va Tibetdagi universal kishilik huquq va asosiy erkinlikka hurmat qilishga chaqirilgan. Shuning bilan birga Xitoy Hong Kongda Angliya va Xitoy birlashma xitobnomasida o'tirg'i qo'yilgan erkinlik va avtonomiya va'dasini hurmatlashga taklif qilingan. Rahbarlar yana Xitoyni Rossiyaga Ukrainadan askar chekindirish haqida besim ishlatishga chaqirgan. Angliyaning emgak va pensiya idorasi o'zining xizmat binosidagi Xitoyda ishlab chiqarilgan bexatarlik kameralarini elib tashlaydiganligi va buningdan keyin Xitoyda ishlab chiqarilgan bexatarlik kameralarini ishlatmaydiganligini bildirgan. Mazkur organ bu qarorni Xitoyning Hangzhou Haikan Digital Texnologiya şirkati bilan Zhejiang Dahu Texnologiya şirkatining Uyg'urlarni bostirishda Xitoy hukumatiga hamkorlashganligi, shundaqla bu shirkatlarning mahsulotlarining bexatarlik tahdidi paydo qiladiganligi bo'lgan andisha bag'ansiri kuchayayotgan bir vaqtda e'lon qilingan. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Prezidenti Sauli Niinisto, Shvetsiya Bosh ministri Magdalena Andersson va Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg İspaniyaning Madridda o'tkazilgan Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti boshliqlar yig'in doirasida 4 tarafli yig'inga qatnashdi. Yig'indan keyin Turkiya, Shvetsiya va Finlandiya o'rtasida 3 davlat rahbarlarining huzurida Shvetsiya va Finlandiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo bo'lish jarayoni haqida 3 taraf eslatmasi imzolandi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Amerikani bir Xitoy prinsipi va Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi 3 birlashma xitobnomasiga qat'iy amal qilib, Tayvan bilan bo'lgan barliq rasmiy aloqani to'xtatishga chaqirdi. Angliya bosh ministri Johnson Ukraina va Rossiyadagi ilm-fan olimlarini davlatiga taklif qildi. Johnson Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumatiga qarshi turadigan Rossiya olimlarining Angliyaga ko'chib kelsa bo'ladiganligini e'lon qildi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev va Turkiya kuch guruhi shirkatining muavin bosh direktori Ali Koch ikki tarafli hamkorlikni muzokara qildi. Qozog'iston prezidenti mahkamasining bayonotida aytilishicha, yig'in jarayonida To'qayev kuch guruhining navbatdagi faoliyati va Qozog'istondagi birlashma turlarni yo'lga qo'yish plani to'g'risida ma'lumot olgan. To'qayev mundaq degan: Turkiya bilan bo'lgan hamkorlik davlatimiz uchun alohida muhim. Biz Qozog'istonda tijorat qilayotgan mablag' sog'uvchilarni har vaqt qo'llaymiz.